Xullas hammaga xayrli kech. 1-apreldan gaz narxi yana oshadi. Oshirib tashlashyapti yana gaz narxini. Kimga qiyin? Oddiy xalqqa qiyin bo'ladigan bo'ldi. Bu deputatlar xalq qo'ylash kerak-da. Xalq qo'ylash kerak. Lekin bular oshirib yotibdi. Nega oddiy xalq, oddiy insonlar qiynalishi kerak limitdan? O'sha shundoq ham hozir qiynalib yotibmiz-ku. Topgan pulimiz gaz svetga ketyapti. Limit topib tashlaylar, gazdan ham, svetdan ham. Limit kerak emas. Odamlar olgan oyligini faqat gaz bilan svetga to'layapti borib, boshqa hech narsaga to'lamayapti. Faqat shu gaz bilan svet uchun ishlayapmiz hozir. Boshqa ishlama uchun emas. Pul to'laysan 100 ming, 150 ming, bir hafta ishlatasanmi, ishlatmaysanmi yana o'chadi. 30 ming, 35 ming, 40 ming qarzga kirib ketadi. Keyin yana borib pul to'laysan. Keyin yana mana shu bo'ladi. Bu bo'lmaydi u narsa. Olib tashlash kerak limitni. Hurmatli deputatlar, olib tashlaylar limitni gazdan, svetdan. Qiynalgandan tegi kambag'al qora xalq qiynalyapti, oddiy aholi qiynalyapti. Olgan oyligini faqat shu gazga to'layapti, svetga to'layapti, boshqa hech nimaga emas. Nima qilsin u bechoralar? Nima qilsin? Xullas, gazdan, svetdan limit topib tashlash kerak. Boshqa iloji yo'q. Bo'lmasam bu ketishda falon puldan to'layveramiz, oyma-oy. Haftasiga to'layveramiz. Topgan pul ketaveradi. Anta ishni 2 million, 3 million qilib qo'ygansizlar. Oddiy ishda ishlayman desa. Qilib qo'yinglar, o'sha ishni ham oyligim 7-8 million oylik qilib qo'yinglar. Gaz bilan svet narxini oshirgandan keyin. Bu yoqni ham o'ylash kerak-da. 7-8 million, 10 million qilib qo'yinglar oddiy ishchilarning ham oyligini. Ana o'shanda yetkazar balkim. 3 million pul olsa-da, nima qilsin? O'zi kiyinsinmi, farzandlarini kiyintirsinmi yoki anta gaz bilan svetga pul to'lasinmi?